ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Halal bilen haramның dairesi. Hammamizga ma'lumki, islom dinida halal va haram mavjud. Haramның dairesi aniq bo'lib, nihoyat tor. Halal bo'lsa, asli hukm bo'lib, dairesi intayin keng. Allah bizga haram qilgan narsalarni tafsili bayon qildi. Nima uchun ba'zi olimlar haramning vositalarini cheklash umumiy manfaat degandek bahonalar bilan haramning doirasini kengaytirib o'tishga urindi? Islom dini haramning doirasini nihoyat aniq qilib belgiladi. Uning doirasi intayin tor bo'lib, Alloh insonlarni qiyinchilikqa tashlab qo'yishni xohlamaydi. Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: "Va ma ja'ala alaykum fid-din min haraj." Alloh sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Ya'ni sizlarni taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Ba'zi olimlar nima uchun kichikkina masalani ko'p turib harom qilishga urindi? Masala kichik bo'lgan ekan, kichik holatida qilish kerak. U kishining ilmining qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, faqat jahillik sababidan shunday qiladi. Jahillik bir qancha turlik bo'ladi. Birinchisi, shariatning umumiy maqsadlarini bilmaslik. Alloh Qur'oni Karimda mundaq deydi: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirlikni xohlamaydi. Yuqorida bilganimizdek, Allah bizga qiyinchilikni emas, osonlikni xohlaydi. Ba'zi olimlar buning dal aksicha musulmonlarni qiyinchilikqa tashlab, haromning doirasini kengaytirib o'tadi. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Bir narsani harom qilish uchun cho'qim ochiq dalil bo'lishi kerak. Faqih har qancha olim bo'lishidan qat'iy nazar, uning ijtihodiy ko'z qarashi ma'lum bir narsani harom qila olmaydi. Haromning doirasi aniq. Harom deb hukm qilish uchun Qur'on sunnatdan dalil keltirishi kerak. Haromning doirasini kengaytirib o'tish osonlik o'rniga qiyinlik paydo qiladi. Boshqalarni jalb qilishning o'rniga nafratlantirdi. Amaliyotda biz osonlashtirish va jalb qilishga buyurilmadikmi? Ikkinchisi, boshqa ulamolarning ko'z qarashlarini bilmaslik. Men buni ko'p uchratdim. G'arbda yashagan vaqtimda barliq ko'plagan mazhab va firqalar bilan uchrashdim. Men ulardan, ustozlardan o'rganmagan nurg'un ko'z qarashlarni angladim. Har birining dalili bor ekan. Boshqa olimlar va mazhablarning ko'z qarashlari va dalillarini bilmaslik shu olimni bak dona qilib ko'rsatdi. U o'zining ko'z qarashini tangdishi yo'q to'g'ri qarash deb qaraydi. Demak, boshqa olimlarning ko'z qarashlarini bilmaslik haromning doirasini kengaytirishga urinishning bir sababidir. Uchinchisi, masalaning dalillarini bilmaslik. Masalan, bir masala haqida hadisdan dalil bor. Ammo uni bilmay, o'zining ko'z qarashi bilan hukm qilish osonlikni emas, qiyinlikni paydo qiladi. Ko'p qism olimlar dalillarning hammini bilmaydi. Natijada dalilga zid fatvo berdi. To'rtinchisi, din bilan urf-odatni aralashtirib qo'yish. Masalan, sizlar yashagan jamiyatning urf-odatlari sizlarga rioya qilinib tatbiqlandi. Biz buningga qarshi turmaymiz. Bu shu jamiyatning ichki masalasi. Ammo shu jamiyatga xos bo'lgan urf-odatni boshqa jamiyatdagi insonlarga shu paytda tatbiqlash to'g'ri bo'lmaydi. Yevropadagi musulmon ayol bilan Arab yarim oralidagi musulmon ayol o'xshash bo'lmaydi. Uningdan boshqa Yevropa bilan Arab yarim oralining ijtimoiy ahvoli o'xshash emas. Bu masalaga urf-odat va ijtimoiy sharoitga qarab hukm qilinadi. 5-si, harom bilan shubhi va makruhning farqini bilmaslik. Masalan, ma'lum shubhilik yoki makruh narsaga aldirahsonlik bilan harom deb hukm qilish. Amaliyotda u harom emas, balki shubhi. Shubhidan saqlanish vojibmi? Yo'q, mustahab. Bularning orasini farqlantira olmay, shubhi bilan makruhni haromga tan qilish to'g'ri bo'lmaydi. 6-si, harom bilan taqvodorlikning orasini farqlantirmaslik. Taqvodorlik qilish vojib emas, mustahab. Zohidlik,
ya'ni tarki dunyomi o'xshashli vojib emas, mustahab. Siz bularni o'zingizga tatbiqlang, o'zingizga chingting. Ammo boshqalarga tatbiqlab qiyinlashtirish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki taqvodorlik va zohidlik qilish vojib emas, mustahab. 7-si, arab tilini yaxshi bilmaslik va Qur'on hadisini yaxshi tushunmaslik. Nurg'un kishilar mushu sababdan harom bo'lmagan narsani harom qiladi. 8-si, xushal kayfiyat, zinnatlashish, chaqchaqlashish qatorliqlarning islom axloqi ekanligini bilmaslik. Bularning hammasi payg'ambar alayhissalomning axloqi bo'lib, islom dinining asosi hisoblanadi. Qandaqmi ularni harom qilamiz, qandaqmi ularni kishilardan cheklaymiz? Mana mushu turdagi jahilliklar kishilarning haromning doirasini kengaytirib o'tishga sabab bo'lgan. Halbuki haromning doirasi intayin tor. Buningga diqqat qilish intayin muhim. Mana bu nijotlikning ochqichidir. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك